Rasmiy manbalarda bizga ma'lumki, insoniyat tarixidagi eng buyuk yovuz kishi Adolf Gitler 1945-yil 30-aprelda o'z bunkerida o'zini otib o'ldirgan va uning xotini Yeva Braun esa sianid qabul qilgan. Ammo ko'rinishidan bizni aldashgan. Xorijiy jurnalistlar 1945-yil 28-aprelda Gitler janglar qamrab olgan Berlindan qochib ketganini aniqlashdi. Kam odamga ma'lumki, SSR rahbari Yozef Stalin umrining oxirigacha Gitlerning o'limiga ishonmagan. Garchi Fyurerning go'yoki qoldiqlari SSRda bo'lsa ham, Stalin uning o'limiga doimo shubha bilan qaragan. Hech qanday dalil uni bunga ishontira olmagan. O'zining psixologik profili bo'yicha Gitler na o'z joniga qasd qiluvchi tip, na isterik, na psixopat emas edi. Bu sovuqqon va hisoblangan odam edi. Stalin Gitler ittifoqchilar yordamida qochib ketgan ehtimoli bilan obsessit edi. Ammo barcha xalqlarning yetakchisi nima uchun bunday xulosaga keldi? Germaniya taslim bo'lganidan keyin asirga tushgan ofitserlar va Gitlerning yaqin atrofidagilar Berlin bombardiron qilinganidan keyin Fyurerdagi o'zgarishlarga hayron qolganliklarini aytishdi. Fyurer yuz va xatti-harakatida o'zgardi. Deyarli kabinetidan chiqmasdi. Ammo ularning hech biriga bu boshqa odam, Adolf Gitlerning dublyor ekanligi xayoliga kelmagan. Tarixchilar ta'kidlashicha, aynan shu dublyorning jasadi topilgan va Gitlerning jasadi deb qabul qilingan. Ingliz tarixchilari Simon Dunstan va Gerrit Williams mustaqil tergov o'tkazdilar. 5 yil davomida ular dunyo bo'ylab sayohat qilib, dalillar to'plab, hujjatlarni ko'zdan kechirdilar va dahshatli haqiqatga ishonch hosil qildilar. 1945-yilda eng buyuk yovuz odam Argentinada yashiringan. Tarixchilarning ta'kidlashicha, Martin Bormann asirning qochishini tashkil qilgan. Bormann natsist Germaniyasi rahbariyatidagi eng makkor va sirli odam edi. U partiya kanselyariyasi rahbari va Gitlerning shaxsiy kotibi edi. 1943-yilga kelib, Bormann urush yutqazilganini tushunib, Burgut parvozi operatsiyasini rejalashtirishni boshladi. Talonchilik yo'li bilan olingan oltin, qimmatbaho toshlar va boshqa boyliklarni dunyo bo'ylab xavfsiz joylarga olib chiqish uchun Bormannning Ognennaya Zemlya kodnomi ostidagi ikkinchi operatsiyasi Gitler va uning yaqin atrofi uchun ishonchli boshpana ta'minlash maqsadida edi. Bormann Patagoniyani, Argentina janubidagi keng va deyarli odamsiz hududni tanladi. Bu yerda nemislar yashar edi. Aslida bu Lotin Amerikasidagi nemis mustamlakasi edi. 1943-yilda Argentinada to'ntarish sodir bo'ldi va natijada natsistlarga xayrixoh bo'lgan Juan Domingo Perón hokimiyatga keldi. Dunstan va Williamsning ta'kidlashicha, Bormann bu mamlakatga hozirgi narxda 50 milliard dollar qiymatidagi oltinni yo'naltirgan. Unga SS Gruppenführer Genrich Müller, Gestapo boshlig'i va yana bir yordamchisi SS Gruppenführer German Fegelein yordam berdi. 1945-yil 28-aprel yarim tunda Ognennaya Zemlya operatsiyasi hal qiluvchi bosqichga kirdi. Gitler, Yeva Braun, Bormann, Fegelein va 6 sodiq SS-man kapshonli plashga o'zgarib, mashhur Führer bunkerda metro tunnellariga maxfiy yo'l orqali jim chiqib ketishdi. Yer ostida 7 kilometrlik o'tish 3 soat davom etdi. Qochqinlarni 3 ta Tiger tanki va 2 ta yarim gusenicali BTR kutayotgan edi. Ular qochqinlarni Hohenzollern-Damm ko'chasida joylashgan vaqtinchalik uchish yo'lagiga olib borishlari kerak edi. Uchish yo'lagida qochqinlar Peter Baumgart boshqargan Ju-52 samolyot kutayotgan edi. Baumgart Polshadagi sud jarayonida Adolf Gitler va Yeva Braunni Germaniyadan shaxsan olib chiqqanligini tan oldi. Ammo sud zalida hech kim nemis uchuvchisining bayonotini jiddiy qabul qilmadi. Ingliz jurnalistlarining ta'kidlashicha, hech kim Peter Baumgartning taqdirini kuzatishga urinmadi va 1951-yilda Varshava yaqinidagi Makatov qamoqxonasida ozod bo'lgandan keyin u odamlar ko'zidan g'oyib bo'ldi. Keyingi Junkers samolyotida guruh Travemünde Luftwaffe bazasiga uchib ketdi. Undan keyin 3-samolyotda Barselonadan 110 kilometr uzoqlikdagi Reus shahridagi Ispaniya havo kuchlari bazasiga yo'l oldi.
Frankoni Gitlerning qochishiga yordam berishda ayblov berish uchun bahona bermasligi uchun demontaj qilindi. Ispaniya havo kuchlari samolyoti qochqinlarni Kanar orollaridan birida joylashgan natsistlarning super maxfiy obyekti Cosa Vinteraga yetkazdi. Shu bilan birga Berlinda Bormann va Müller izlarini yo'qotishdi. Yer ostidagi Führer bunkeriga rahbar va uning ma'shuqasining dublyorlarini joylashtirdilar. Adolf Gitlerning dublyorini Gestapo maxfiy xizmatlari 1941-yilda topgan. Bu Polsh shahri Breslau bosmaxonasida ishlaydigan Gustav Weiler edi. Avstriya kelib chiqishi Gitler bilan uzoq qarindoshi bo'lib, Führer bilan qarindoshligidan bexabar edi. Bir kuni Gustav Weiler g'oyib bo'ldi va maxfiy universitetining yagona talabasi bo'ldi. To'liq maxfiylik sharoitida dublyor maxsus kurslardan o'tdi. Faqat bitta fanni o'rgandi. Adolf Gitlerning hayoti va odatlari. Weiler chekishdan voz kechishga majbur bo'ldi. Ortiqcha kilogramlarni yo'qotdi. Gitlerga xos yurish, ommaviy nutqlarda his-tuyg'ularni namoyon etish, kundalik hayotdagi odatlarga o'rgatildi. Yagona almashtirishni fosh qilishi mumkin bo'lgan detal Weilerning qo'li edi. Ba'zida uni nazorat qilib bo'lmaydigan titroq tutib turardi. Bormanning va Müllerdan tashqari hech kim dublyorning mavjudligi haqida bilmas edi. Dublyorni Eva Braunning yordamchisidan topdilar. Katta tanlanish bo'ldi va grim va sartaroshlar ishlashdi. Urush oxiriga kelib, Weiler Gitlerni tez-tez almashtirib turadigan bo'ldi. Bunkerga qaytganidan keyin ayyor Bormann mashhur dublyorlar nikohini tashkil qildi. Natsistlar rahbari xavfsiz joyda ekanligini bildiruvchi xabar olganida, Weiler yaqin masofadan otib o'ldirildi. Yeva dublori va cho'pon iti zaharlandi. Jasadlar yerga olib chiqildi va ko'mildi. Tez orada ularni sovet askarlari topdi. Cosa Vintera bazasi 1943-yilda Bormann tomonidan Führer va uning yaqin atrofining qochishi uchun asosiy transport markazi sifatida maxsus yaratilgan edi. Bu yerda Gitlerlar va U-518 suv osti kemasiga o'tishdi. Ularga Lotin Amerikasiga 8,5 ming kilometrlik uzoq yo'l kutayotgan edi. 1945-yil 28-iyul kechasi suv osti kemasi Argentinaga yetib keldi. Qochqinlar Villa Miramar villasida tunni o'tkazishdi va ertasi kuni ertalab Argentina havo kuchlari Biplanida San Roman ranchosiga uchib ketishdi. Nemislar o'sha paytda San Carlos de Bariloche shahri yaqinidagi barcha yo'llarni to'liq nazorat qilishardi. Hech kim mahalliy natsist rahbarlarining rasmiy ruxsatisiz bu hududga kirish yoki tark etishi mumkin emas edi. Gitler va Yeva bu yerda 8 oy yashashdi. 1946-yil martda rancho xodimlariga mehmonlar avtohalokatda fojiali halok bo'lishgani, jasadlari tanimaydigan darajada kuyib ketgani e'lon qilindi. Aslida esa Gitlerni yanada ishonchliroq boshpanaga, Inalcho uyiga ko'chirishdi. Bu yakka uy Andlaretagi Nehuel-Huapi ko'li chekkasida joylashgan edi. Atrofdagi o'rmonli tepaliklarda natsistlarning kuzatuv postlari quruqlik, suv va havodan barcha yo'llarni nazorat qilardi. 1955-yil oktyabrgacha Inalcho rancho Gitlerning asosiy rezidansiyasi bo'ldi. 1948-yilda Argentinaga Bormann va Müller yetib kelishdi. Gitlerning rafiqasi bu yolg'izlikdan juda qayg'urdi. U shovqinli kompaniyalarni yaxshi ko'radigan quvnoq va yengiltag ayol edi. Bunday hayot tarzi unga mos emas edi. Ingliz jurnalistlarining ta'kidlashicha, Führer avlodli bo'lgan. Ikkita kichik farzandi bor edi. 1954-yilda Yeva turmush o'rtog'ini butunlay tark etdi. Nekuen shahriga ko'chdi. Bormann urushdan keyingi tashkiloti sobiq esesmanlardan iborat, doimo uni kuzatib turardi. 1955-yilda Argentinada to'ntarish sodir bo'lganida va Juan Perón mamlakatdan qochganida Bormann Gitlerni Paragvay ostidagi Santa Clara shahridagi kichik mulkka ko'chirdi va unga shaxsiy shifokor Otto Lehmann va xizmatkor bo'lgan sobiq unter-ofitser Genrix Bettigani qoldirdi. 1962-yil 12 fevralda Gitler insultga uchradi. Tanasining chap tomoni falaj bo'ldi. Tez orada u komaga tushdi. 1962-yil 13 fevral kuni soat 15:00 atrofida doktor Lehmann bemorning hayot belgilarining yo'qligini aniqladi. Sobiq diktator 73 yoshga ozgina yetmadi. Bormann va Müllerga kelsak,
Ma'lumki, 1980-yilda ular hali Argentinada yashar edilar. Qachon va qayerda vafot etishgani haqida hech qanday ma'lumot yo'q. Ikkala natsist ham izlari mohirona yo'qotishni bilardi. Eva Braun va uning qizlari haqida ham hech narsa ma'lum emas. U hali tirik bo'lishi dargumon. Hozir u 100 yoshdan oshgan bo'lardi. Fyurerning merosxo'rlari esa ehtimol hali ham Argentinada yoki boshqa mamlakatda yashayotgandir.